Bugün bana nima tamoq ittifoq qilma? Buni doimsi Bashir Bulaqmansi ittifoq qilamsiz. Keldik makalanglar. Ama bu 1,5 kilo un balla, mana 1,5 kilo unga mana 1,5 gram etrafda pagi saldık mana. Suni quymaymiz mana jilman suni. Mana shunday alet shug'rimiz qimini. Mana qimini itirimiz shunda yumshoqroq olamiz. Bu bulaqmantılı xemire müş hava klimat qilib balla. Müş hava sal issiqroq ulab qo'yib qolsa, bunun xemirini sal sovuqroq suvda olamiz. Jilman suvda, hava sovuq vaqtida müş xemirini issiqroq suvda yuvamiz. Bitta yuvamiz mana yumshoq holatda mana bulaqmantılı xemiri mana. Müş holatda 40 minut xemirini tindiramiz. Xemiri 40 minutdan keyin xemir ko'payib chiqish vaqtida qo'ysak bo'ladi. Ma xemirimiz tirg'ich holatda endi biz müş qishimizni qilib olamiz endi. Ben təminləndiririz için tuzdan saldık bir kuşkanı tuz. Ondan azaq suyunu quyduq mana suyunu quyub bunu bir təminləndirib alamiz bunu. Daha təminləndirib elib mana. Mana piyazını el soqib aldık. Hem soqqan piyazimizni bunu aralashtiramiz mana. Qarmışdan bir qush qarmış elib etdik. Mana basimizni to'g'rab olamiz mana. Mana soqab qo'ygan, to'g'rab qo'ygan basimizni bunga tuzni yana qo'shib tuzni da silib ta'minlantiramiz basini. Tuz bilan. Chayning suyini chin siqib bitib buni bunda aralashtirib oldi. Elishtiramiz buni shunda. Mana xabarimiz keldi mana. Mana tek undan kichik sepitimiz. Mana 1,5 kilo xamirga 2 gram etrafda mana suvda aralashtiramiz buni. Mana jilmasini taqlib etdik. Xamirda yalatib mana. Xamirda chaylab tizimda tegiga unni biritib ishlasanglar, navoat yaxshi chiqadi bu. Yaxshi chaylab mana. Shunda xamirni toza lavrs ishlab qo'ysanglar mantira. Jonliga sharoitga qilib qo'ysanglar, sen jalla qilib qo'yim desang 30 gram desang bo'ldi. Demak, menda besiq tip xamircha. Menda besib olib mana. Manda tutdinglar mana. 1 2 3 4 5 mana menda. Menda ekilib mana. Ayaqni ishni bilan mana shunga o'xshash. Süpetlik. Xamirni mana qishimda aldık mana. Tutdik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 qatlaq mana ko'rdingmi? 16 qatlaq cho'g'lasanglar chimdiq. Mana shunda chiroyli chiqaraman. Ne ustamni var bundan chiroyli turgancha, ammo mening tugishim mushu, mening o'rgangan nima mana mush dipoldoq mana 20 minut pishiramiz ma o'yini qasqinida. Yotaza duhapsamsa o'rgangan sabab balla kasangni bo'ladi biz davomli o'qitamiz. Qo'shimcha bunda bulaqman tilini qo'shib o'qitamiz. Atgalik nashli qachmi deb qasanglar. Bizning telefon nomerim 175 918 931. Ya, mana ma'lumotlar qilmadik mana shunda bulaqman tillarimiz mana ma'lumotimiz qanday chiqibdi balla mana? Yaxshi chiqibdi. Mana. Sudas kelsa mana bunda yumshoq mana. Mushalat kelibdi bu mana.